إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhuga bir kishi kelib o'zicha donolik qilgan. O'zicha o'zini bir hali qilib, bir nima qilib, qo'lini uchida ko'rsatgandaqa bo'lib, sizlar Rasulullohning atroflarida shuncha sahoba bo'lib turib, masjidinglarda bitta gilam bo'lmagan ekan, ha? Biznikida endi ikki qavat gilamni ustiga ko'rpachani ham soldik-da biz. Juda yumshab ketdi hozir. Oddiy gilam ham solmagan ekansizlar, shu shebenga o'xshagan bir shag'al ustida bir tominglarda bir nima ham tunuka ham bo'lmagan, shu oddiy tom, uni tominglar ham xurmoni bargidan bo'lgan, yomg'ir yog'sa ho'l bo'ladigan holat juda abgor bo'lgan ekan. Chiroyli qilsanglar bo'lmasmidi degan ekan. Anas ibn Malik Rasululloh bizga qalbimizni obod qilishni o'rgatdilarda, biz mana shu bilan ovora bo'lib bu devorlarga, tomlarga, gilamlarga e'tibor qilmagan ekanmiz degan ekanlarda. Mana shularning yo'llarida mahkam ushlagan ulamolarimiz hammalarini tashvishlari nima qilsak dinimiz obod bo'ladi degan maqsadlari bo'lganda. Uyini chiroyli qiladiganlar o'sha davrda ham bo'lgan. Yolg'onchilar bo'lgan, mashenniklar bo'lgan, o'zini davrida zo'r mashenniklari bo'lgan. Shu mashenniklardan ba'zilari zakotdan nima qilsak bir chap beramiz deb uyida qoplarda tilla bo'lgan. Kechagina bir o'sha boylardan bittasini o'qidik, 7 sandiq tillasi bo'lgan ekan. Endi 7 sandiqdan shu 40dan birini zakot qilib berish kerak, nima qilamiz deb turib, bir yil endi o'sha 7 sandiqni o'g'limga berdim hammasini deb turib, ana menda hech nima qolmadi, men qutuldim deb. Endi o'g'lida 1 yil turish kerak bu zakot berish uchun. Narigi yilga xotiniga o'tkazib yuborar ekan. Mashenniklarda mana shuni kasofati ki ularni boshiga kelgan o'sha bir tangiga o'zi zor bo'lib o'lib ketgan shular. Qutuldimi shu bilan? Yo'q, qiyomatda buni hali hisob kitobi bor. Ba'zilari hisoblasa bir ko'za tillo berish kerak. Bir katta ko'zada tillo, juda katta-da u endi. U dollarda hisoblasangiz qancha bo'ladi, Xudo biladi. Nikolayning tillolaridan bo'lgan. Bu hozirgi biz tillalari ular priznavat qilmagan. Bizi tillolar hech nima emas. Chunki bizni tillomizda eng yaxshisini 58% tillo. Qolgani har xil ximiya moddalar. Ularniki 100% tilla bo'lgan. Hali tishlaydi-yu. Tishlasa tishida izi chiqadigan o'sha eng tozasi bo'lgan Nikolay tillo bo'lganda. O'shandan bir ko'za tillo chiqqanu, shu tillosini endi nima qilamiz? Shunchani bitta qambag'alga berib yuboramanmi deb turib, hiyla qilishgan. 3 ta 4 ta qopni nima qilib tagiga shu sekin solib ustiga bug'doyni solgan, bir narsalarga o'rab qo'yib turib, keyin qambag'alni chaqirib, mana 3 qop mana zakotimiz oling desa, xursand bo'lib qambag'al olib tursa, bu 3 qopingga men shunchani nima qilasan? Bozorda 10 mingdan bo'lsa, men senga 20 mingdan beraman, sotdingmi desam, sotdim degan u. Bilmaydi uni ichida nimaligi. 20 mingdan shart sotib olgan, shu bilan hiyla qilgan. Ahvoli nima bo'ldi? O'sha davrlarda ham bo'lganda azizlar, dunyoga muhabbat qilib, nima qilsak shu aldaymiz degan odamlar bo'lgan. Lekin o'sha davrlardagi olimlar ham ancha puxta olimlar, katta olimlar bo'lishganki, ularning tashvishlari, ularning g'amlari nima qilsak shu Alloh taoloning dini rivojlanadi. Nima qilsak xalqimizning qalblari salomat bo'ladi degan tashvishdagi ulamolar ham o'tgan, Xudo rahmat qilsin. Shulardan ba'zilari aytadilarki, suhbati solih tura solih kunat. Suhbati solih tura solih kunat. Suhbati tolih tura tolih kunat deydilar. Ya'ni solih odam bilan ham suhbat bo'ladigan bo'lsangiz, solih odam bilan birga yuradigan bo'lsangiz, kelajakda albatta siz solihlardan bo'lasiz. Yomon odamga qo'shiladigan bo'lsangiz, yomon bo'lasiz. Bolangizga ham qarang, solih bilan yurayotgan bo'lsa, inshaalloh u yaxshi bo'ladi. Yomon bilan yurayotgan bo'lsa, yomon bo'ladi. Bu juda katta nasihatda. Mana shu hozir biz o'rganayotgan sura Yusufda tagidagi oyatdagi tagidagi ma'nosi ham shuda. Shu Zulayho degan ayol
Yusuf alayhissalom bilan hamsuhbat bo'lish unga nasib qildi. Ham nafas bo'lish nasib qildi. Oxiri uni tilidan chiqqan gaplar butun qiyomatgacha o'qiladigan, tilovat qilinadigan oyatga shuni gapi oyat bo'lib tilovat qilinadigan gap bo'ldi-da. Va ma ubarri'u nafsi. Men o'zimni maqtamayman. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Albatta insonning nafsi insonni faqat yomonlikka chorlaydi. Zino qil deydi, o'g'irlik qil deydi, zakotini to'lamay deydi, namoz o'qima deydi, bomdodga turma deydi. Mana hozir bomdod sekin bu yoqqa surilyapti. Odamlar ham kamayapti. Shu nafsda endi maza qilib uxlar. Shu uxlash dunyoda endi. Dunyo deganda faqat pul tushunilmaydi. Dunyo deganda bu uyqu ham dunyo. Shu uyqu sabab namozga kelmayapsizmi? Siz dunyoga mashg'ul bo'lib qolyapsiz. Uyqu sabab, masalan, shambilikda o'tiribdi. Puli yo'qdir uni. Xuftanga kelmayapti. U ham dunyo sabab kelmayapti. Shu shashligi yerda, ikkita shashligi uchun masjidga kelmayapti-da. Futbol o'ynayapti. Dunyo uchun kelmayapti u masjidga. Bu dunyo deganda faqat pulni tushunilmaydi-da. Bu ayol aytayaptiki, nafs Alloh rahim qilmasa insonni faqat yomonlikka chaqiradi. Inna robbi g'afurur rahim. Albatta Alloh subhanahu va taolo bandalarini kechiruvchi rahimli zotdir. Bir ayolni tilidan chiqyapti-da bu hikmat. Mana shu o'rinda ulamolarimiz aytadilarki, mana shu so'zlar bu ayoldan chiqishligini sababi shuni anglatadiki, hidoyat bulog'idagi shirin suv bilan bu ayol sug'orildi. Yusuf alayhissalomni hidoyat buloqlaridan, nasihatlaridan bu bobahra bo'ldi. Natijada tilidan shu gap chiqdiki, qiyomatgacha bu gapi tilovat qilinadi. Mana Saba mamlakatini malikasi ham gapirgan gapi qiyomatgacha tilovat qilinadi. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla. Bitta ayolning gapida, lekin zo'r gap gapirganiga, Alloh uni tiliga zo'r gapirib qo'yganiga qiyomatgacha gapiriladi bu gap. Qiyomatgacha u kim shu gapni aytsa, har bitta harfiga 10 tadan savob oladi-da. Go'zal xulq orqali ham inson nosih bo'lishligi mumkinligini mana shundan bilsak bo'ladi. Birovga nasihat qilmayapti-yu, odobi chiroyli. Birovga gapirmayapti-da, o'zi halol, pokiza. Shu go'zal xulq bilan ham inson nosih, nasihatchi bo'lishligi mumkinligini mana shu oyatdan bilsak bo'ladi deb ulamolarimiz aytayaptilar.